Assalomu alaykum. Sizga bugun mana bunaqa knishkami nima, kitob o'qiydiganmi? Elektron kitobmi nima? Kindle yozilgan ekan, Amazon Kindle. Ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar? Model Nodo 100 ekan. Xudo xolasa bunga endi batareykalar yo'q menga. AliExpressdan zakaz qilib olib kelib beramiz klientga. Yumshab ham ketibdi. Hop, modeli ham yozilgan, nima yozilgan? Klient sirazi kitob kelib bering dedi. Hop, AliExpressga kiramiz. Boyaga kiramiz. Hop, mana batareyka qidiruvdim. Topiluvdi. Hop, hozir qanaqasi bor ekan? 72 mingga strengiy akkumulyator. Hop, bu o'ziniki ham shunaqa radno edi. Tak, mana qanaqa ekan? Bu 2,5 amperli. Tak, mana model MC 26 5360. Hop. 132 ming 26.924 so'mga olib kelib berishar ekan. Tak, hop. 2,5 amperliga. Mashinani ola qolaylik. Tak, 5 yulduzli ekan. Kupit sichlar korzinka ikkita olamiz. Tak, korzinkaga kiramiz. Hop, mashina zakaz qilamiz. 35.400, hop, 300 ming ekan. Общий. Oplatitni bosamiz. Hop, 117 888 ekan. 117 888. 16-marta kelar ekan endi, xudo xolasa bizga. Hop, ana knijni elektronik anaqamizga batareyka zakaz qildik. Bu ham bilmayman, bir oymi, 1,5 oy deganda keldi-da bu batareykalar. Bu keldi lekin. Hozir shunga ustunovka qilib beramiz. Xo'sh, mana bu ham elektron anaqamiz tayyor bo'ldi. Tak, bu hozir endi yoqiladi, endi o'chirib qo'ydim. Yoqilarmikan endi bu? Mana. Shunaqa nima bu? Typhoon. Кто это? Английский. Shunaqa narsalar-da. Кто это? Mishi bermaydi, rasmika. Mashina almashtirib berdik. Tugadi mana proses. 1,5 oy deganda. 1,5 oy bo'lib ketdi bunga. I zapasni yana batareyka olib keltirganlar. Ikkita olib kelib beruvdigan odam. Ikkita olib kelib berdik, bittasini qo'yib berdik. Ishimiz tugadi.